Assalomu alaykum, Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Ayni damda biz Surxondaryo Angordamiz. Ortimizda turgan bino, bu binoni ikkinchi qismi hisoblanadi, Musoxon aka. Aynan bu obyektni bizning eng tajribali masterimiz Musoxon aka bitkizganlar. Bundan 3-4 oy oldin bitgan asosiy bino. Asosiysi 3-4 oy oldin bitgan. Bunisi xudo xolisa endi bitish arafasida. Oz qoldi. Shu umumiy holatda bitta ma'lumot bersaydi. Aynan bu obyektda qurilish bo'lishidan oldin kottej bo'lgan. Kottejni buzib tashlab boshqatdan uy solingan. Yog'och qismlarni qayerga ishlatilgan? Yog'och qismini katta binoning tepasiga ishlatilgan, asosiy binoga ishlatilgan. Bozordan qo'shimcha yo'q, qo'shimcha endi oz-moz kamiga olingan, asnovni o'zinikini ishlatganmiz. Kam xarajat hisobiga ishlatish maqsad qilingan. Zo'r. Xo'p, bu tomon naves qismini esa qancha bo'ldi? Naves qismini xudo xolisa etdindan bitadi bu. Etdindan bitadi. Boshlaganimizga 10 kun bo'ldi. Zo'r. Hayitda uyda bo'lar ekansiz. Uyda bo'lamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, obshiq hisobda obzor qilamiz. Agarda tom borsa, qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Asosiy binoni ko'rsatamiz aka, ketdik. Oho, asosiy bino ham juda hashamatli tushibdi. Tiyagalari bilan. Siz tom bitkizganda bu tiyagalar bormi? Yo'q, tiyagalar yo'q edi. Endi mana ustalarimiz qilish tiyagalarni. Bu tomni bitkizganimizda tiyagalar bo'lmagan, endi bo'lyapti tiyagalar. Zo'r, ajoyib. Nimaga chang deyishinglar mumkin? Sababi bu yerda to'xtovsiz qurilishlar ketyapti, shuning uchun chang o'rnashib qolgan. Bitta yomg'irda hammasi yuvilib ketadi ekan. Xo'p, qanaqa mahsulotdan ishlatganmiz? Toshkent TMZ 04 mahsulotdan ishlatganmiz. Zo'r. Oq standart karnizlari bilan, namangan latolari bilan. Zo'r. Tomni ichiga chiqish iloji bormi aka? Yo'q, tomni ichiga chiqish yo'q hisobda. Yo'qmi? Butkul bekilib ketgan. Bu tomonchi. Bu tomonga chiqsa bo'ladi. Ketdik bu tomonga chiqaylik. Ha. Kuzatuvchilar, tomni ham ko'rib turibsizlar. Ajoyib. Bu tomon oltin tom bo'libdi. Xo'p, qarang aka, strapillarga qanaqa yog'och ishlatildi? Strapillarga 14 ga 4 strapil ishlatganmiz. Abrishotkalari 2 ga 8, 10 abrishotka ishlatganmiz. Ustunlarga 5 ga 12 li. Sarrobchi. Sarrob ham shu 5 ga 12 lidan bo'lgan. Bu sal pastligini hisobiga bir solmaganmiz. Endi ekonomishni variantini qilganmiz. Usturmalar ham betondan chiqqanligini hisobiga. O'shanga e'tibor berdim. Asosiy binoniki ham, naves tomoniki ham o'stirmalari zamonaviy ko'rinishda betondan chiqqan. Gap bo'lishi mumkin. Mana devor qismidan necha chiqdi aka shunda? 60 sm. 60 sm chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu tomon bilan bir xil bo'lib, oq karniz bo'lib ketdi. Bir xil, hammasi bir xil. Ajoyib aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Ishingizga omad. Hurmatli kuzatuvchilar, agarda video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Agarda tom borsa, qanaqadir bir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Sizlarning xizmatinglardamiz. Tom borasida mana shunaqa go'shtli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Master Tom YouTube sahifasiga obuna bo'linglar. Aka, salomat bo'ling.